Assalomu alaykum yigitlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Rahmat, yaxshimisiz? Shu shaharga to'g'ri ketyapmanmi? Ha, to'g'ri ketyapsiz. Shu shaharda Tinchlik tor ko'chasi bor ekan. O'sha yerga borishim kerak edi. Yaxshi. Biz ham shu shaharga ketayotgan edik. Ola ketsangiz, Tinchlik tor ko'chasini ko'rsatib olamiz. Juda yaxshi bo'ladi. O'tiringlar yigitlar, o'tiringlar, kelinglar. Mehmonmisiz deyman? Shunday. Ismim Parpoy. Quyoshli nur firmasini rahbariman. Ha, yaxshi. Shu shaharlaringda maktab qurayotgan edik. Oo, yaxshi-ku. Demak, bolajonlarimiz yangi maktabda kelajakda tahsil olar ekan-da. Shunday. Shu o'g'lim boshqarar edi. Buni qarangki, yaqinda o'qishga kirib, chet elga ketib bordi. Endi ishchilarni ham tanimayman, ish yurituvchilarni ham tanimayman, manzilni ham bilmayman. O'zimda shu mazam bo'lmay biroz kelolmagan edim. Ko'ngil to'q qiling. O'sha manzilni o'zimiz ko'rsatib olamiz. Albatta. Rahmat. Aka, mashinangiz raqami bizim viloyat raqami-ku. O'g'limda mashinasi. O'g'lim sizlarni viloyatlaringda olganda. Ha, yaxshi. Shaharlaringga ancha bo'libdi kelmaganimga. Mana bu o'zgarishlarni qarang. Maytdagi binolar tushib ketibdi. Aytmang. Ko'z sevasi shahrimiz juda obod bo'lib ketgan. Hamma havas qiladi. Tinchlikmi, nega to'xtadik? Nima bo'lyapti aka? Nimaga biqinim ushlab qoldi? O'zi qo'lga oling. Qattiq og'riyapti yigitlar. Qo'lovdiga. Yigitlar. Tez yordam chaqirib yuboringlar. Tez yordam chaqiradi-ku, qo'ng'iroq qilishga telefonimiz ham yo'qda. Mana meni telefonimda, mana. Qani, Shunda chaqirib yuboringlar. Alo. Tez yordammi? Aka. Ha, yigitlar yordam berib olinglar. Ancha mazalari yo'q, shifoxonaga olib borish kerak. Og'riyapti. Yigitlar. Ketet bo'l, Fatma aka. Sizlardan bir iltimos. Shu mashindagi hujjatlarni Akram degan yigit qo'ng'iroq qiladi. Shunga berib yuboringlar. Kim u Akram degan yigit? Bilmayman, tanimman. O'g'lim ishga olgan, hozir shu yerda qurilishda ish yurituvchi. Xo'p, ko'ngil to'q qiling. Nima qiynalmang, yotib oling. Yotib oling. Ko'ngil to'q qiling. Yot. Parpakani ham shifoxonaga kuzatdik. Telefon jirillayapti. Men telefonim yo'q. Parpakani telefoni qolib ketdi menda. Kim? Shu hali aytgan Akram bo'lsa kerak. Lashik. Hozir. Alo, eshitaman. Ha? Hozir boryapman. Soat qayoqqa boramiz? Bugundan boshlab men Husan emasman. Men Parpoy ekanman. Ha? Ana, mashina ichida kasb ishim ham bor ekan. Shilapasi ham bor ekan. Xullas, ketdik. Nima qilamiz? Maktab quramiz. Sen xo'p deb tursang bo'ldi. Bu yoqni o'zim boplayman. Xo'p. Hasan, shu yer Tinchlik tor ko'chasimi? Ha, mana shu Tinchlik tor ko'chasi mana shu Husan. Endi bu yerda tinchlik bo'lmaydi. Xullas, biz quradigan maktab mana ko'p qavatli binoning orqasida ekan. Ana odam ismi nima ekan? Parpi.
Xullas hamma oldida meni Husan dema. Pardu deb chaqirasan. Tushundingmi? Xo'p. Ketdik, yur. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelinglar. Haligida telefonda gaplashgan odam men bo'laman. Ye, Farruh aka, uzr, tanimabman. Tanimabman, uzr aka. Qalay, nima gaplar? Nima ishlar bilan bandsizlar? Vagonlarni, abek pasportlarni mana tayyorlab qo'ydik. Oshxonalarni ham tayyorladik, qozon o'choqlarini ham hammasi tayyor. Yaxshi. Usta bolalar ham tayyor. Faqat mol bo'lsa ishni boshlaymiz. Molxona qurmoqchimisizlar? Ya, azilgacha odam ekansiz aka. Qanaqa molxona, maktab quramiz. Uzr. Xudo xolasa maktabni bitsa, mana yonimizdagi ko'p qavatli, Ha. binoda yashaydigan bolalar chiqib o'qiydi-da. Shunday. Ha, mollar qayerda? Shahar markazidagi 5-sonli omborxonada. Ha, yaxshi. Taxta ham, sement ham, hamma xomosha o'sha yerda. Yaxshi. Bo'lmasa, biz hozir shu omborga borib hamma mollarni ko'ramiz. Keragini asta-asta jo'natib, ishni boshlashimiz kerak endi. Endi Farruh aka bir iltimos bor. Xo'sh. Bizni jamoamiz, brigadamiz shu har ish boshlashdan oldin bir qo'yni so'yib, bir ehson qilib qo'yamiz. Shunga bir qo'yib bersangiz, bir chiroyli qilib sho'rvalarni, oshlarni qilib qo'ysak. Yaxshi. Qo'yni qayerdan olamiz? Jiyanim bo'rdoq qo'y boqadi. Katta shu so'yishgan. Agar xo'p desangiz, shundan olaman, pulini berib qo'yamiz-da. Yaxshi. Bo'lmasa jiyaningizdan o'sha bo'rdoqlarga boqilgan qo'yni olib kelinglar, so'yinglar maytda, qon chiqaringlar, sho'rva olsanglar, osh damlanglar. Biz ham mollarni ko'ramizda, kelib birgalikda o'tiramiz. Bo'ladimi? Rahmat. Sizga ishonsa bo'ladimi? Rahmat. Siz yaxshilab qarang, sizga mukofotimiz ham bor. Rahmat. Sog' bo'ling, Akramjon. Sidildan mashta xizmatdamiz. Mayli. Hozir biz ombordagilarni ko'rib kelaylik. 5-ombor shu, shahar markazida. Qo'yni olib kelib so'yaveringlar. Xo'p, mayli. Boshlarni bosaveringlar hamma. Xo'p, yaxshi bo'linglar. Bosinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Otaxon yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshiman. Kayfiyatlar yaxshimi? O'zinglar qandaysizlar? Yaxshi. Bu 5-qurilish ombori shu yermi? Adashmadingiz, xuddi shu yerda. Ha, yaxshi. Nima xizmat? Bet rahbari qayerda bilmaysanmi? Rahbari hozir ish bilan chiqib ketgan. O'rniga men rahbar, men tayinladim. Salomat bo'ling, salomat. Men Quyoshli nur qurilish kompaniyasi rahbari bo'laman aka. O'sha sizlarmisizlar? Bor ekansizlar-ku. Xo'sh. Ezinib ketdim-ku, 1,5 oydan beri sizlarning sement taxtalaringga qarayverdim. Shunaqa deng. Rahmat. Bu bizni qurilish mollarimiz qayerda o'zi? Qurilish mollaringiz mana shu omborxonani yarmi sizlarniki. Ozgina uyat kerakda, mana o'zga firmalarni hamma sement taxtalari ko'chada turibdi, joy yo'q. Xo'p. Qachon ketasizlar? Hozir mashina gaplashamiz, olib ketamiz. Borib yuklarimizni ko'rsak bo'ladimi? Qurilish mollarimizni? Hammasi mana shu yerda. Yuring, ko'rsatingchi. Ko'rsatingchi. Otaxon, xudo xolasa, taxtalarimiz hammasini bugunoq olib chiqib ketamiz. Xo'p. Imkon boricha bugundan qolmasin. Qolmaydi. Ko'ngil to'q qiling. Xo'p. Keyin yana bitta gap. Xo'sh. Uyda bir uchastka qurgandim. Xo'p. Endi sal o'shanga qiynalib turibman. 1,5 oydan beri mana shu sizlarni deb mana shu yerda o'tiribman, xizmat qilib. Rahmat. Xo'sh, bizga ham bir quruq qo'l bilan qaramasdan bir yordam berib ketsangiz yaxshi bo'lardi-da. Yaxshi, bo'lmasa bunday qilamiz, Otaxon. Mana bu taxtalar 6 metrligidan 10 tasi o'sha qurilayotgan uyingizga bizdan sovg'a. Bo'ladimi? Ha? Endi sal insof qiling, 10 ta bilan bitmay qoladi. U ham bu ham bo'lmay qoladi. Tushunarli. Bo'lmasa bunday qilamiz, Otaxon. Mayli, o'shani 10 tani ustiga yana 20 ta qo'shdik, 30 ta 6 metrlik. O sementlardan
20 qop oling ana bizdan shu uyga. Bo'lar ekan-ku. Ha, bo'ladi. Bo'lmasa kelishdik. Kelish. Hozir boshlarni gaplashib olib kelamiz. Taxtalarimiz, yuklarimizni olib chiqib ketamiz. O'zim chiqarib yuboraman. Xo'p, xo'p. Bugundan qolmasa bo'ldi. Xo'p, xo'p. yaxshi Xo'p, mayli, bo'ldi. otaxon. Hozirroq kelamiz, hozir. Xo'p. Husan, Husan, qanaqa Husan? Ha. Men Husan emasman. Kelishib oldik-ku. Men Parpiman. Farqi. Mana taxtalarni hammasini narigi qurilish obyektiga oramizmi? Kelaveram. Qanaqangi qurilish obyekt? Ha? Hammasini sotamiz. Kattaroq yuk mashinasi topamiz. Taxtalarni ortib sotamiz. Sotamiz. Ana katta yuk mashina o'shanga ortsak bo'lmaydimi gaplashib? Bo'ldi. O'shani gaplashamiz. Yur, mana yur. Assalomu alaykum. Qalay, yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Tabiatlar yaxshimi? Rahmat. Bu mashina egasi kim bo'ladi? Menman akajon. Yaxshi-ku. Men Quyoshli Nur qurilish kompaniyasi rahbari bo'laman. Aha. To'g'rirog'i bizni bu viloyatda katta qurilish obyektimizni topshirdik. Endi boshqa viloyatga ko'chayotgan edik. Shu taxtalarimizni ortganini sotmoqchi edik. Aha. O'zi qancha taxtangiz bor? Adashmasam, qancha bor? 2 vagon bor. 2 vagondan oshiqroq bor. Narxini qancha deyapsiz? Endi men qayerdan bilaman? Buni ichida siz yuribsiz. Endi siz bilasizlar qanchadan olyaptilar? Taxtaga 330 300 ming bo'layapti. Kubi, ha. 300 dan berasizlarmi? Yo'q, akajon, taxtangiz juda ko'p ekan. O'rtog'im bor Komiljon, omborxonasi bor. O'zi shu taxta bilan shug'ullanadi o'rtog'im. Teng yarmiga bersangiz olishi naqd, aka. Puli bor. Bor, naqd puli bor. Naqd puli bor, ha? Ha. Bo'ldi, kelishdik 150 ga. Ha. Qo'l tashak. Bo'ldimi? Oladimi? Oladi. Men hozir telefon qilaman o'rtog'imga. Qo'ng'iroq qiling hozir. Xo'p, hozir turaman. Xo'p. Hozir. Alo. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Maytga ikkita aka kelib qoluvdi. Yuklari bor ekan. Taxta. 2 vagondan oshiq. Kubini 150 dan gaplashdim. Shu kattaroq puli bilan kel do'stim. Kutaman. Xo'p. Bo'ldi. Bo'ldimi? Keladimi? Bo'ldi, hozir keladi aka. Xo'p, chekada turib turamiz. Xo'p, Tezlashtiringlar. xo'p, Xo'p. Otaxon, gap yo'q. Olijanob, ko'ngli ochiq inson ekansiz. Salomat bo'ling. So'ramabman ham ismingiz nima? Ismim Isroil aka. Yashang. Meniki Parpvoy. Tanishganimdan xursandman. Biz ham xursandmiz. Salomat bo'ling. Nima bo'ldi? Otaxon, xullas, mana yuk mashinasini nomerini tanib oling. Mana rolda turgan yigit deyap. Bugun hamma taxtalari hammasini olib chiqib ketadi bu yigit. Imkon qadar, ha. Hammasini olib chiqib ketamiz. Lekin iltimos o'zingizga kerakli ana aytgan taxta bilan uni sementdan olib oling, xo'pmi? Men o'sha paytida allaqachon ajratib olib qo'yganman. Otaxon. Gap yo'q, buyursin. To'ylarga uylaringiz, xudo xolasa murodxona bo'lsin. Xullas, uni sementni esa men hozir bor bir mashina gaplashib kelay. Men nomdan so'rasa buni sementlari. Hammasi yuklab ortib berasiz, xo'pmi? Bo'ldi, bo'lam. Bir og'iz gaping. Xo'p, sog' bo'ling. To'ylar qiling, to'yga ayting, to'yga kelaylik. Bo'ldi, yaxshi Xo'p, bo'ldi. salomat bo'ling. Xo'p. Bu qo'ylarni ham rost sevirtiribsan-ku, ha? Ha, qo'ldan kelgancha boqyapsiz, tova. Ana shu qo'yingni kattasini. Oyoq qo'lini boyla. Juda katta maktab quryapmiz, bilasan. Biz obyekt boshlashdan oldin bir qo'y so'yamiz, an'anamiz bor. Shunga bu, ana shu qo'yingni baylagan oyoq qo'lini mashinaga ortgin, xo'pmi? Tova, buni pulini qachon berasizlar? Pulidan g'am yema. Bilasanmi, bizga hozir boshqa viloyatdan katta boshliq kelgan. Juda katta firmachi. Bu qo'ying u odamga borib, sevichkadek gap. Pista baho u odamga. Qancha so'rasang beramiz pulini. Kechqurunga men yetkazib beraman. Bu, jiyan bosh tortmada
Ana oyoq qo'lni bayla. Mana shuni. Voy, harakat qilinglar, peshin bo'ldi-ku. Ho akalar. Mashin kerakmi? Ha? Keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qani, yaxshi. Keling, nima xizmat? Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat. Ha, men katta qurilish obyekti rahbari bo'laman. To'g'risi, biz ham qurilishimizni tugatdik. Binoni topshirdik. Shunga ancha sementimiz ortib qoldi. Shuni arzon pulga sotib ketmoqchi edik. Mabodo sement bilan shug'ullanadigan, biznes qiladigan tanishlaringiz yo'qmi? Sement bilan shug'ullanadigan tanishlar bor. Bormi? Agar aka arzonroq qilib bersangiz, o'zimiz ham olib qolaveramiz. Yaxshi, arzonroq beramiz-da. Nech puldan berasiz? Bozorda 30 ming ekan. Biz yarim bahosi 15 mingdan berib yuboramiz. 15? Ha? Bo'ldi, o'zimiz olamiz. Pul naqd aka. Aha. Ha? Bo'ldi. Bo'ldi aka. Xo'p. Nima bo'ldi, Husan? Bilmasam, o'chib qoldi. Qani. Nima bo'ldi, Husan? O'chib qoldi, bilmasam, nima bo'ldi? Buzilib qoldimi? Balkim buzilib qoldimi, mashinasi tushunmay qoldim. Ustaxona bor ekan. Qani? Ha, mana ustaxona. Yaxshi. Bo'lmasa tush, mashinani itar orqasidan. Menmi? Ha, men itarimman-ku, ya. Orqasidan itarsang, asta boramiz o'sha ustaxonaga. Xo'p, mayli, xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Isroil ota sizmi? Ha, men. Parpaka jo'natgan, sement ortishimiz kerak ekan. Ana Parpovoymi? Ha? Seni jo'natdimi? Ha? Qani mashina? Ana tashqarida turibdi. Ha, anavimi? Ha? Bunaqa bo'lsa olib kiraver, ho sementni oldiga olib bor. Bo'ldi, bu yoqami? Ha. Assalomu alaykum. Hormang. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat aka, keling aka, xizmat. Mashinamiz sal buzilib qoldi. O'shani ko'rib qo'yib berasizmi? Hozirmi? Ay, yuring, mayli, yura. Yuring. Mana mashina. Mana shumi? Ha, shu. Kapotni oching. Kapotni? Kapotni oching. Bu to'g'risi men hali yangimanda, uncha bilmayman. Qanday ochadi uni? Bilmaymiz-da. Ha, yangimisiz? Ha. Tushunarli aka, o'zim. Oching.
Qani. Nima bo'ldi o'zi aka bu mashinaga? Likillab siltanib o'chib qoldi. Qani moyni ko'raylikchi. Moy joyida. Joyida. O'sh gazini bir ko'raylikchi, gazini aka. Ko'ringchi. Ha? Aka gazni tugatdi-ku. Gaz ham qo'yish kerak bunga. Gaz qo'ymay, zahar qo'ymaysiz aka. To'g'risi, hali yangi shopirman. Uncha tushunmayman. To'g'risi, nega olganman? Haydashni ham bilmayman, shuni tushunmayapman. Mijoz bo'lsa, shu mashinalarni sotib yubormoqchidim. Jonga tegdi, bori. Sotamiz. Ha, sotib yuboramiz, hozir. Aka, o'zi orzu qilib olmoqchi bo'lib yurgan mashinamdan. Agar xohlasangiz men sotib olsam shuni. Mayli. Oling, qancha pulingiz bor? Endi yetmaydi-yu, lekin 3000 cha yig'ib qo'ygan pulim bor aka. Olib chiqing. O'sha pulni olib chiqing. Keyin qolganini kelishib gaplashib ketaveramiz. Hozir 5 daqiqa. Xo'p. Akramjon? Akramjon. Uydamisan? Ha, uydaman. Assalomu alaykum. Kelinglar. Va alaykum assalom. Pochcha yaxshimisiz? Tuzimisiz? Charchamaysiz? Ya yaxshimisan? Kelinglar. Qani uyga kiraylik? Uyga kirmaymiz. Boshqa safar. Menga qara, bu bitta qo'yib ketgan ekansan o'g'limdan. Men yo'q edim uyda. Kechgacha pulni olib beraman debsan. Necha kun o'tdi oradan? Sen unaqa yigitmas eding-ku? Pochcha shu qo'ydi olmay ham o'lay. Ha, Bir boshliq kelgan edi. xo'sh. Parpaka degan. Olaveringlar, bemalol sizlar ehsonni qilaveringlar, men pulini yetkazib kelaman deb shu bilan shu odamni ko'rmadim-da. O'zini ko'rmayman. Qo'ng'iroq qilsam telefoni ham o'chiq. Qarang. Hali guruchni pulini berishim kerak. Oziq-ovqatlarni pulini berishim kerak. Sizdan oldin hozir Bahonovoy kelib ketdi. Nonni pulini so'rab. Sizning oldingizda ham juda uyatli bo'lib qoldim-da, pochcha. Nima qilishni bilmay, chorasini topa olmay, uyga bekinib o'tiribman. Chatoq bo'pti-ku endi. Tanirmiding buni? Bir marta ko'rganman shu boshliq bo'lib kelganda. Endi bunday bo'lmaydi. Yur, militsiyaga beraylik bo'lmasa. Iloji bormi? Ha? Borib aytaylik, mana shunaqa voqea deb boraylik militsiyaga. Bo'lmasa men kiyinib chiqay pochchajon. Ha, kiyinib chiq. Ha? Issig'ida bosaylik buni. Bo'ldi. Hozir kiyinib chiqaman. Yo'qlar. Sen ham tagini tugini surishtirmay berib yuborgansizlar-da, qo'ydi. Bilmabman-da. Mana akalar. Ro'p borasa 3000. Sanab oling. Yaxshi. Bo'ldi. Rozi bo'ling. Roziman. Notariusga ketdikmi? Endi to'rtchining biz votiga to'yga shoshyapmiz. Qayerga qochib ketarmidik? Mana mashina. Ichkariga olib kirib qo'ying. Mashina hujjatlari o'zida turibdi. Kelamiz, bahorcha kelishib ketaveramiz. Bo'ladimi? Bo'ladi. Kalt qani? Kalt o'zida turibdi. Baraka aka. Barakami? Rozi bo'ling. Ko'rishguncha. Xo'p, bo'ling. Stop, ichkariga olib kirib qo'ying lekin. Ehtiyot bo'ling, sizga ishondik. Xo'p, yaxshi bo'ling. O'rtoqlarim aytishardi. O'zing ustasan-u, tagingda mashina yo'q. Bitta mashina olsang bo'lmaydimi deyishardi. Mana orzuyimdagi mashinani ham sotib oldim, do'stlarim. Shuncha materiallar, shuncha texnikalar qayerga ketdi? Ishchilar ham ko'rinmaydi. Tavba. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Yaxshimisiz aka? Yaxshimisiz? Yaxshimi? Uzr, bir narsa so'rasam maylimi? Mayli. Aka, siz mana shu qurilish obyektida ishlaysizmi? Ha, ishlayman. Mana shu Quyoshli Nur firmasining rahbari bo'laman. Uzru, ismingiz nima aka sizni? Parpiboy, nima edi? Parpiboy aka, siz firibgarlik jinoyati bo'yicha hibsga olindingiz. Qani oldinga tushing. Adashdingiz, kimsiz? Men kapitan Ilhom Allayarov bo'laman. Qani oldinga tushing. Ukajon, hozirgina kasalxonadan chiqib keldim. Bu yerda o'zim ham hayron bo'lib turibman. Mana shu qurilish umuman bo'lmagan. Aka, qo'ying, hammalaring bitta gap topib olgansizlar. Bilmabman, tushunmabman. Qolganini
ichki ishlar bo'limida gaplashamiz. Qani oldinga Yo'q, ukajon. kuch ishlashga majbur qilmang, iltimos. Yo, bu yerda Qani oldinga anglashilmovchilik tushing. bo'lyapti uka. Yomon ko'p gapirar ekansiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ota, savollar yaxshimi? Ke bola? Ota, siz mana shu yerda ishlaysizmi? Ha, mana shu yerning qorovuli bo'laman. Ha, qorovuli bo'lasizmi? Men jinoyat qidiruv bo'limidan kapitan Ilhomjon Allayarov bo'laman. Ha, yaxshi. Nima xizmat? Sizga bir savolim bor edi. Aha. Mabodo mana shu yerga bir Parpa degan yigit kelmadimi? Parpaboy, ha? Ha. Ha, yaqinda kelib ketgandi. Galstugilar kelib, bashang kiyib keldi. Bir paytda ha desam, men mana shu yerda ozgina taxta sementlarim bor edi. Shu omborxonaga qo'yib ketgandim. Shuni olib ketayin deb kelgandi. Men ham 1,5 oydan beri shu kutib o'tirdim. Hammasini mashinaga yuklab berib yubordim. Ota, bekor qilibsiz-da. Nega? Bu yigit kimligini bilasizmi? Yo'q. U firibgar-ku. Bu nechta odamni chuv tushirdi? Ertaga ichki ishlar bo'limiga o'ting. O'sha yerda bayonnoma tuzamiz. Hammasini o'sha yerda oydinlashtiramiz. Sizni kutaman. Soat 9 da. Esingizdan chiqmasin. Xo'p. Ha. Endi nima bo'ladi? Uchastka nima bo'ladi? Otaxon, gap yo'q. Olijanob ko'ngli ochiq inson ekansiz. Salomat bo'ling. Mashina egasi kim bo'ladi? Menman akajon. Xususiy firmam bor. Shaharlarda maktab qurayotgandek. Shunga bir qo'y so'yib olsak, shu yigitlar ham bir Yaxshi-yu, lekin ana qo'yni qayerdan olamiz? bu qo'ylarni ham semirtiribsan-ku, ha? Ha? Aka gazni tugatdi-ku. Gaz ham tush kerak menga. Gaz qo'ymay, zahar qo'ymaysiz ekan. Aniq 15 mingdanmi? Ha? Bo'ldi, o'zimiz olamiz. Pul naqd aka. Ota, bekor qilibsiz-da. Bu yigit kimligini bilasizmi? Taniysizlarni katta qo'yib berib yuborganlar. Tagiga surishtirmaydi.